Аңлаватқаныңыз Америка yazgıcısı Toni Morrison qalamida bitgan Zulfiqar Barat tarjimasidagi dunyoviy mashhur asar Jon Qo'zam. Birinchi qism. 124 numurliq uy shumliq chillaydi. Uy ichida bir buvaqning o'shmanligi hukm surdi. Bu hol uydagi xotinlarga, balalarga aydi. Uzoqdan beri bu oilaning har bir a'zosi bu xil o'shmanlikka o'zi bilgan usulda bardoshlik berib kelgan edi. Afsus, 1873-yilga kelganda ses bilan uning qizi Danvir adoqi ziyonkashlikka uchirg'uchilardan bo'lib qoldi. Chunki bu chaqda balalarning momisi Baby Sagis ko'z yumgan. Navrilardan Xuvart bilan bug'lar aka uka 13 yoshida uydan chiqib ketgan edi. Uydan chiqish oldida bug'larning qo'lidan aynak tushib cheqilib ketdi. To'r ustida uning aksi Xuvartning barmoq izi qolib qoldi. Mana bu ikki ish u ikkisining uydan chiqib ketishiga sababchi bo'ldi. Balalardan hech qaysisi beshini egib, poldagi g'o'ri o'rlab turgan bir ko'rin nuqutga qarashga taqat qilolmadi. Soda pranikning uvoqlari ishik bozug'isining sirtig'icha chechilgan edi. Bir necha haftalardan va yoki bir necha oydan keyin aram xudo bo'lib qoladigan vaqtlarmi kela bo'ldi. Ammo balalarning uydagi riyozatlarga amdi bardoshlik berguchilik qilmagan edi. Shundoq qilib, aka-uka ikkaylarni kutib o'ltirmayla oldi kayniga qaramasdan bosh elib chiqib ketishdi. Bu qish chiqib ketay degan mazgil edi. Aka-ukalarning momisi Baby Sagis, apsi Siz va singlisi Danvir Beliston ko'chasidagi oq va kulrang rangda sirlangan uyda qolib qoldi. Ayni chaqda Cincinnati rayoni bu mahalligacha kengaymagachga ularning uyiga nomer chaplanmagan edi. Aka-uka ikkisi yotqanning paxtallarini shapkillariga tiqib, oyoqlarini ko'tirishib, o'zlarini aram toptirmayotgan shumliqdan qechish uchun uydan ayrilgan shu chaqlarda Ohio shtatining mustaqil bo'lganiga amdilardan 70 yil bo'lgan edi. Kesal karvatida yotgan Baby Sagis momay navrilarining uydan qechib mangandagi tevishlarini anglab tursimu, beshini ko'tirib qarabmi qo'ymadi. Uning bu holdimi midir-sidir qilmay yetishi hargizmi kesal sababidan emas edi. Navrilarining o'zlari turayotgan oilaning Beliston ko'chasidagi hech bir oilaga o'xshamaydiganligini texi amdilardi. To'limi kechikib his qilib yetganligi momayga g'ayri tuyulayotdi. Turmushning ochiq riyozatlari va sakratning dahshati orasida qiynalayotgan momayga nisbatan hayotlik va yoki o'limning hech bir farqi yo'q edi. Shuningmi, uydan qochgan ikki navrisidan ansirashga hafsala yetmaydi. Momayning o'tmishimi hozirqiga o'xshash chidag'usiz edi. Gerçi o o'limning boshqalar tarafidan unutilib ketish emasligini bilib tursa-mu, vujudidagi ozg'ina madorini yig'ib, ranglarni ko'zatishni unutmagan edi. Sizda bor bo'lsa, menga binafshi rangligini agirib bering. Bo'lmay qolsa, al rang bo'lsa-mu bo'ladi. Siz momay uchun hech nimani ayamaydi. Rahbarchisidan tortib o'zining tiligacha barliq narsalarni sarf qilib, uning uchun paypetak bo'ladi. Sizning suzuk osmonga alohida zo'qingiz bo'lsa, Ohio shtatining qishiga chidab bo'lmasligingiz aniq. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon degan aqida bilan Cincinnatining havosiga chidash va uni asos xo'shallik hisoblash to'limi bema'nilik. Shunga siz va uning qizi Danvir Baby Sagis momay uchun qo'lidan kelishdi. Chavining yetishchi xizmat qildi. Xo'rliq va bearamchiliklarga aplab-saplab birlikda qarshi turib keldi. Ustiga ko'mtirilgan yundi chelaklar, kasallarga urilayotgan shapaloqlar va vujudini aramida qo'ymaydigan yiqimsiz havo bilanmi kurash qilishga to'g'ri keladi. Ularga nisbatan xo'rliqning nadin kelayotganligi yo'riqlikning nadin keladiganligiga o'xshashla tushunishlik edi. Aka-ukalar uydan chiqib ketib uzoq o'tmayla
Baby Sagis mo'may jon uzdi. Ses bilan Danver aka-ukalardan va Baby Sagisdan ayrilib qolganidan hasratlanib yursimu, yanala bir amal qilib o'zlarini qiynayotgan ashu arvohni chaqirib kelib, riyosatlik bu kunlarni oxirlashtirish qaroriga keldi. Ular arvoh bilan paranglashib, fikr almashtirib beqish kerak. Mushundaq qilishning foydasi bor deb o'ylaydi. Shundaq qilib, Ses va Danver ikkisi bir-birining qo'llarini tutqunicha arvohni chaqirdi. Chiniqachi ishkobi bir qadam oldiga siljidi. Boshqa narsalar ilgirgidekla jimjit edi. Cho'qim baby momam uni to'sib oldi. 10 yoshga kirgan Danver shundoq dedi. U momsining vafoti uchun texich xafa yuratdi. Ishonmayman. Ses ko'zlarini ochqanicha shundoq dedi. Undaq bo'lsa, u nemishqa bu yoqqa chiqmaydi? Sanglingning jon uzish oldida qanchalik kichik ekanligini unutib qoldingmi? Jon qo'zam o'lgan chaqda Aran 2 yoshda edi. Ish uqmaydi. Bir necha eg'iz gapni o'ngshab qilolmaydi. Apsi Danverga shularni dedi. Balkim u ish o'qishni xohlamagandu. Balkim u chiqqali bo'lsa, men uningga hammani aniq qilib tushuntirib qo'yatdim. Siz Danverning qo'lini qo'yibdi. Ikkisi birlikda chiniqachi ishkobini ittirib, asli o'rniga opirib qo'ydi. Sirtda Harvikesh otni qamchilig'inicha ularning ishki oldidan ushqandek o'tib ketyotdi. Yerlik kishilar 124 nomerlik uyning oldidan o'tganda mushunda qilishning zaruriyati bor deb hisoblaydi. Shunchalik kichik bolaning sehri mushu darajada yomon bo'ladi ekan desa, dedi Danver. Sanglingning sehri hargizmi mening uningga bo'lgan mehrimdan kuchli emas. Siz shundoq dedi. Shu an ashu manzara uning ko'z oldida yana bir qitim zohir bo'ldi. Naqshlanmagan qabri teshi kishiga rohat baxsh tuyg'u beradi. U ashu qabri teshiga yo'langanicha putining uchida dasab turdi. Uning ikki tizi go'rning og'ziga o'xshash echilgan. U tirnoqdek holrang, ushshaq parqiriq donchilarga to'lgan edi. 10 minut, dedi naqqash. 10 minut vaqt chiqarsangizlar, men siz uchun haqsiz o'yib beraman. 7 harfni o'yish uchun 10 minut ketadi. Inglizchadagi jon qo'zam so'zi jami 7 harf. Yana 10 minut chiqarsa, u mo jon qo'zamga erishalami? U buni naqqashdan so'rab beqishni o'ylashmadi. Biroq mundaq bir xil mumkinchilik toki bugungacha uni azoblaydi. 20 minut yoki 30 minut vaqt chiqarib, qizining motam murosimida pop atagan har bir harfni jon qo'zam degan xatni naqqashqa bir-birlab o'ydirg'isi bor edi. Biroq uning o'ydiroligini yanada shu birli so'z bo'ldi. U shu ishlarni yetarlik bo'ldi deb o'ylaydi. Qabri teshi oldida naqqash bilan yaqinchilik qilganida naqqashning kichikkina o'g'li bir chetda g'azab bilan qarab turadi. Uningda bu ishlarga yana bir turli qiziqishmi bor edi. Bular yetarlik bo'ldi. Poplar, qo'ldarlik tarafdorlari va shumliq bilan qoplangan bu shahar uchun bu bir yetarlik javob edi. U o'z ruhining aram tepishini o'ylab, yana bir ruhni, o'lgan qizining ruhini esidan chiqarib qo'ydi. Kichikkina bir buvoqning bunchoqla ko'pligan ish pushqini ko'nglida saqlab yuralaydiganligini kimmi o'ylab yetalisin. Qabri teshi oldida naqqashning o'g'lining ko'zida birov bilan yaqinchilik qilishimi yetarlik bo'lmasa, uning uchun bo'g'izlangan qizining g'azab nafratiga to'lgan ashu uyda kun kechirish zarur bo'lib qolmasdan, motor cho'qur qabri teshiga yo'linib, tizlarini go'rdak kangir echib bergan ashu 10 minut uningga nisbatan hayotidan uzoq, aram baxsh, o'z qizining barmoqlariga yuqqan qip-qizil qonlaridan bak hayotiy kuchga to'lgan edi. Uy ko'zsak bo'lamdikin? Bir navbat u qayni opsiga shundoq deb maslahat bergan edi.
Nima hojati bor? Baby Sagis momay shundoq deydi. U davlatda poldan tartib limg'ichi o'lgan negerlarning azobli ruhiga to'lmagan birmi uy yo'q. Biz texi xili baxtli ekanmiz. Uyimizdagisi bir buvoqning arvoyi. Mening erimning arvoyi bu yerga kelib oldimi yoki sizning eringizning arvohimi? Bularni menga deb yurmang. Siz bakli talaylik. Balalaringizdan uchi bo'lsa-mu hayot emasmi? Hayot qolgan uchi peshingizga esilib yuridi. Faqat birila oxiratdan qaytib kelishga urinib yuridi. Shukr qilmamsiz. Men 8ni tug'dim, hammasidan ayrilib qoldim. 4 qo'lga elinib ketdi, 4 qechib yuridi. Meningcha ularning hammasi g'am andishi bilan kun kechirayotdi. Baby Sagis qoshlarini siladi. Tunji balam qiz edi. Uning polkining kuyib ketgan qasriqini yeyishga amroq ekanligini eslayman. Sizni menga selishtirg'uli bo'lamdi. 8ning ichida men faqat shuni eslayman. Siz faqat shunchalik darajada eslash bilan bo'ldi qilasiz, dedi siz. Biroq bu jihatda u o'zimi bir qiyinchilikqa duch kelyapti. O'g'li bug'lar hayot bo'lsa-mu, sesning bug'lar to'g'risidagi xotirasi tez suratda g'uvolashmoqda edi. Xuvardning bosh shaklini bo'lsa-mu, har holda hech kim unutib ketolmaydi. Sesning boshqa hech qanday ishni asligisi yo'q. Chunki mushundaq bo'lgandala hammadan bexatar hisoblanadi. Chataq yer uning kallasi jiring-jiring emas. Masalan, u etizlikda tez-tez mengib, hatto yugurib ketayotganida quduqning yeniga berib olish uchun lapachiqidagi Antemis shirnisini yuyib etadi. Uning kallasida buningdan boshqa hech narsa yo'q. Yeliqi ikki ablah uning ustini emayotgandagi manzarining amdilikda uning kir yuyish taxtasining yuzidek egiz-pas bo'lib ketgan dumbisidagi sezimini yo'qotgan nervidagi hayot kuchi yo'q. Uning kallasida hech bo'lmaganda siyahning eng ojiz purqimi yoki siyah yasashda ishlatadigan gilos darxi yelimining va do'p darxi qo'ziqining purqimi yo'q. Hech nima yo'q. Bar bo'g'ini faqatla u quduq tarafga yugurganda yuziga urilgan mayin shamol. U bir parcha latini quduq suyiga chilab Antemisni ho'lladi. Uning butkul zehni eng oxirgi bir tomchi Antemis shirnisini yuyib chiqarib etishga markazlashgan. U yerim ingliz chesi yo'lni tejash uchun yaqin yo'l bilan etizlikni kesib o'tgan. Bexastaligidan yavi o'tlar tizlarini tilavatgan edi. U tizlarining yetishib ketayotganligini sezgandila, ondan yavi o'cho'plarning shunchalar o'sib ketganini payqadi. Ondan nima ish bo'ldi? Balkim uning zehniga tushgani suvning bujg'illayotgan ovozi, yo'l bo'yiga tashlab qo'ygan paypiqining qing'ir qiyshiq holati yoki putiyinida turib suv ichayotgan jintak bo'lishi mumkin. Ondan to'satdan u 18 yil ilgari ayrilgan ekinzorlik Sherin uy uning ko'z oldiga bara-bara yaqinlab kelishga boshladi. Sherin uy uning ko'z oldida turadi. Sherin uydagi dal-daraxt, o't-cho'plardan birimi uni hayron qoldirmay qolmadi. Sherin uyning manzarasi o'zining go'zalligini namoyon qilib, uning ko'z oldida nomussizlarcha zohir bo'lib turadi. Amaliyotda bu joy azaldan uncha qo'rqinchli emasdek turadi. Zaharlik yolqin bilan gungurud albatta bor. Ular atrofiga gul tikilgan daraxtzorlikning orasiga yoshiringan. Yigitlar dunyodagi eng go'zal chinor daraxtlariga esib o'ldirilgan. Siz bularni Sherin uydan qechib manganda bayqagan. Uning yigitlar to'g'risidagi xotirasiga qaraganda shildirlab ovoz chiqarib turgan bu go'zal daraxtlar to'g'risidagi xotirasi aniqroq edi. Uningdan bu nomus his qildi. U yigitlar to'g'riliq aslab beqishga tirishgan bo'lsa-mu, yanada shu chiroyli chinor daraxtlari yigitlar ustidan g'olib kelmoqda edi. Mushu sabab tufayli uning o'zining asli tutish qobiliyatini hargizmi kechirib o'tkisi yo'q. U
eng oxirgi bir tomchi antimiz shirnisini yuyuvatgandan keyin yo'l ustidagi oyoq va paypoqlarini elib aylanib o'tib uyning oldiga keldi. Uni o'ntoq kallasi tufayli jazolash uchun bo'lsa kerak 40 inglizchasi yiroqlikdagi koridorning pashtiqida Sherin uydagi eng oxirgi Paul D o'ltiradi. Siz uning chiroyini hargizmi boshqalarningki bilan aralashtirib etmaydigan bo'lsa-mu, lekin yanada uningdan so'radi. Bu sizmi? O'lmay qolg'iniz shu? O'rnidan turib, kulimsirab turib, shundoq dedi. Yalang'och putlaringizni hisob qilmaganda qandaqroq turibsiz qichaq? Siz kuldi. Yosh qizlardek shodamonlik bilan kuldi. U tarafda putimni mehnat qilib oldim. Antim shirnisining kasabti. Paul D azobli bir hissiyot chiroyini pirishtirdi. Gapingizni anglab, men bakma beyaram bo'lib ketdim. U narsadan azaldan saskinatdim. Siz paypiqini pomlab yanchuqqa soldi. Uyga kirayli. Koridor yaxshi siz, bu yer salqin. Paul D o'rnida o'ltirdi. U o'z his tuyg'ularining ko'zlaridan balqib chiqayotganligini sezib turadi. U beshini burab, yo'lning o'chidagi chimliqqa qarab qo'ydi. 18 yil bo'ldi, dedi siz bo'sh ovozda. 18 yil bo'ldi, takrorladi Paul. Men har yili u yoqdan bu yoqqa ko'chib yurayotganimga qasam qilib bera olmayman. Sizga amroh bo'lsam boshqa fikringiz yo'qdi. U sesning putlarga qarab beshini langshitqach, oyog'ining sho'ynasini yechdi. Putingizni yuyib bormi, sizga suv kelib beray. Siz uyga kirishga tamshaldi. Yo'q, bo'ldi. Menga chiroyli putlarning lozimi yo'q. Mening yana mengishga tegishli yo'lim uzoq. Hozirlik kessingiz bo'lmaydi, Paul, uzoqroq turing. Bo'pti, baby sagisini bo'lsa-mu ko'rib olay. U qani, o'lib ketdi. Qachon? 8 yildan oshdi, 9 yil bo'lay dedi. Qiynaldimi? Uning qiynalmay o'lgan bo'lishini umid qilaman. Siz beshini chayqadi. U nihoyat osonli jon uzdi. Hayot turgan bo'lsa, qiynalib ketgan bo'ladi. Biroq siz uning ijnorlik holatini ko'rmadingiz. Siz uning uchun kambiyan bo'g'idingiz. Uning ishi kelishimdagi bir sabab. Uningdan keyin sizni deb keldim. Rostini aytganda, bugungacha hamma yerga berib baqdim. Beshim patqudakli joy bo'lsa, menga na bo'lsa bo'laveradi. Qarmoqqa nihoyat obdan turganda ko'rinasiz. Qiziq ish. Kayfiyatim osonlashdilar, men kishilarga nihoyat yaxshi turganda ko'rindiganman. Siz qaradi. Uning kayfiyatim osonlashdi degani boshqa ma'noni bildiradi. Siz kulimsiradi. Bu ularning ilgirgi usul edi. Xalliga yotliq bo'lishdan ilgari yoki keyin bo'lsin, Sherin uydagi erlar uning bilan nihoyat muloyimlarcha muomala qilishib, ishpash tortishib, kayf safo qilishadi. Bularni sezib olishingiz tasga to'xtamaydi. Bir quchoq chichi va ko'zlaridagi talpinish hissiyotini hisobga olmaganda, Paul D'ning turqi Kentakidagi chig'idagi bilan o'xshash edi. Yangoq rang teri, bejirim qomat, yuz muskillari qetib ketgan bir erning kulimsirashga buncha xushtar bo'lishi, hayajonlanishi, birovning hasratiga hamnafas bo'lishini xohlashi kishini haqiqatan hayron qoldiradi. Uning diqqatini jalb qilsangizlar, u siz bilan o'xshash hissiyotga keladiganday turdi. Ko'zingizni qisib qo'ysangizlar, hayot kuchga to'lgan chiroyi ichilib ketadi. Bu yerga cho'qim sizdan uning dergin og'ili kamidim shundaq-ku. Deyishga tegishli ishlar bo'lsa desangiz bo'ladi, shundaqmi? Siz o'zining putiga tikilganicha eliq chinar daraxtlarini yana ko'rib qoldi. Sizga aytib beraman. Sizga albatta aytib beraman. Hozir biladiganlarim, ilgari biladiganlarimdan ko'p emas. Paul D sut qo'yish mashinasining ishi buning sirtida. Lekin sening bu ishni bilishingning hojati yo'q deb o'ylaydi. Siz Xallining o'lmagan bo'lishini orzu qilamsiz? Yo'q. Uni o'ldi deb o'ylayman. O'z xohishi bo'yicha bo'lgandimi, uning hayot yurishiga yo'l qo'ymagan bo'lardim. Baby sagiz qandoq o'ylagan? Menga o'xshash. Biroq uning gapini anglasangiz, uning bolalarining hammasi o'lgan o'xshaydi deb qilasiz. Hadislar qaysi bolasining qaysi kuni qandoq vaqt ketib qolganligini so'zlab yurdi. U Xallini qachon ketdi degan. 1855-yil. Bolam tug'ilgan o'sha kuni. U balani tug'dingiz, shundaqmi? Sizning utuqliq tug'alishingizni o'ylabmi baqmabdi ekanman. U qaqaqlab kuldi. Eg'ir oyoq peti qechib ketdingiz. Amal yo'q, saqlashga toqatim qolmagan edi. Siz beshini sangilatib, Paul D bilan o'xshash o'ylayotdi. Uning qalbisi rostila ishongusiz.
eliqi mamliq izlab kelgan qizchaq bo'lmagan bo'lsa, siz hargizmi u ishni vujudga chiqara olmaydi. Uning ustiga o'zingizga tayinibsiz. Pauldi sizdan iftixorlandi. Shundaqla uning uchun ko'ngli g'ash bo'ldi. İftixorlanishi uning ashu ishni vujudga chiqara olganligida. Ko'ngli g'ash bo'lishi uning xolligiga yoki o'ziga ehtiyoji yo'qligi uchun edi. Butunlay o'zimga tayandim deb ketgili bo'lmaydi. Bir oq tanli qiz menga yordam qildi. Undaqda u o'ziga mi yordam qilibdi? Kechini mush yerda o'tkazsangiz bo'ladi, Pauldi. Bu gapingiz toza kaskin emasdek turdi. Siz uning yenidan o'tkash yepiq turgan ishga qarab qo'ydi. Men chin dilimdan shundoq dedim. Faqat uyimizni yaratmay qilishingizdan ansirayman. Kiring, Danver bilan paranglashib o'ltirib turing. Sizga tamoq qilib beray. Pauldi bir jup oyog'ini mo'risiga ortib, sesga agishib uyga kirdi. U udul mang'inicha tavirinib turgan bir dasta qizg'ush nurga yiqilib berib, joyida chippida to'xtadi. Sizning hamroyingiz bor ekan-da, dedi u qo'shilmasini turgunicha asta ovozda. Ba'zida bor, ba'zida yo'q, deb javob berdi siz. U uy ichidan koridorga chiqib oldi. Bu joydagisi qaysi xildagi razillik? U razillik emas, qayg'u hasrat. Kiring, uyga kiring. Bu chaqda Pauldi sesga sinchilab qarab chiqdi. Baya uning bir qo'lida paypiqini ko'tarib, yana bir qo'li bilan yo'pkisini turbanlab, parchoqlari ho'l bo'lib parqirab ketgan holda uyning kaynidan aylanib kelgandiki, holatiga nazar solganligidan mupak sinchilab qaradi. Xallining nazar selayotgani temir ko'zlik, temir umurtqiliq notgan. Pauldi Kentakida sesning chechini ko'rib boqmagan. 18 yillik bo'ron chapquniga qaramay, uning yuzlari Pauldiga 18 yil ilgari ko'rganligidan mupak yiqimliq bilinadi. Bundaq bo'lishi uning chechi sababidir. Uning yuzi shunchalik orom baxsh. Uning o'ngi bilan bir xil rangdagi yuz terilari Pauldiga pat-patli uning kuyimchanlik to'kilib turadigan ko'zlarini eslatdi. Bu Xallining xotini. U har yili qo'saq ko'tardi. Mashning yinida o'ltirib, Pauldiga o'zining qechib ketadiganligini aytgan ashu yilimi shundoq bo'lgan. U 3 bolasini boshqalarning mashinasiga o'rinlashtirib, negerlarning mashina atratiga agashtirib daryodan o'tkazgan. Ular Xallining Sinsinatiga yaqin joyda turadigan opasining uyiga opiralmoqchi bo'lgan. Ashu kichikgina yog'och uyda mashq qanchalik yaqin turgan bo'ling, siz sesning ko'ptisi ostidan kelayotgan haroratni seza olasiz. Sesning yuzlarida tehicha hayajon jilvalangan. Uning ko'zlari taksiz quduqqa o'xshash tiniq. Pauldining o'ziga tikilib qarishiga yo'l qo'ymaydi. Bu ko'zlar nakar bo'lgan taqdirdimi, kishilarni ashu ma'nisizlikka yoshirilgan barcha narsalardan ogohlantirish uchun ularni yepib qo'yish, ularga belgi selib qo'yishga to'g'ri keladi. Shunga u Pauldiga gap qilganda Pauldi nazarini o'tqa yo'tkidi. Chunki siz uning bilan gaplashayotganda er bu yerda yo'q edi. Garnier apandi vafot bo'lgandan keyin uning xotinining yelida tatliq yangi cho'ngligida bir parcha ishiq paydo bo'lib, uni gap qilg'ili qo'ymadi. Siz yo'g'on qo'sqini ko'tarib o'tqa yaqin kelib, uningga sherin uydagi eng oxirgi er Pauldiga gap qilmoqda edi. Birinchi qism tugadi. Abdur Amerika yozuvchisi Toni Morrison. Tarjim qiluvchi Zulfiqar Barat. Ovozda